Я желаю каждому из нас, иншаллах, в скором будущем иметь вот такого красавца. Hamma buni dacha deb o'ylayotgan bo'lsa kerak, dacha emas, bu xonadon, uchastka. Uyi rangi menga juda ham yoqdi, просто bomba yorib yuborishdi. Uyimizni fasadini qaranglar, kirganda bittada любой bitta odam diqqatini tortadigan bo'lgani, yaxshilab joylashib, hozirdan bitta like bosib qo'ydik, ketib qilgan vaqtingizga achinmaysizlar. Assalomu alaykum hammaga. Bu obyektda biz fasad ishlarini qilib berdik. Bloger akalarimizga katta rahmat. Biz endi blogerlarga o'xshab chiroyli gapira olmaymiz, lekin qilgan ishlarimizni ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Ko'rib turganlaringizdek, uyimiz fasad qismi granit kafellar bilan terilgan. E'tibor bersalaringiz, kafellarimizda mana shunaqa mayda fakturalar berilgan. Komandamizga qo'yilgan talab fasaddagi barcha degalarni shu kafelarimiz bilan adinkadan qilib chiqarib berish. Ustalarimiz baraka topishsin. Alhamdulillah, bu ishni a'lo darajada bajarishdi.